Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda sizlar bilan birgalikda grafik dizaynerlar orasida mashhur bo'lgan CorelDRAW dasturini yuklab olish hamda kompyuterga qanday qilib to'g'ri o'rnatish bo'yicha birgalikda ko'rib chiqamiz. Dasturni yuklab olishning ikki xil versiyasi mavjud. Albatta, birinchisi rasmiy sayt orqali rasmiy ravishda yuklab olish. Bunda 15-16 kun sinov muddati tariqasida bepulga beriladi va 15-16 kundan so'ng to'lovni amalga oshirmasangiz foydalanishning imkoniyati bo'lmaydi. Hozir men sizga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan usul pullik versiyalardan qolishmaydi, crack varianti va bu taqiqni chetlab o'tish imkonini beradi. Ushbu so'zni yozasiz. CorelDRAW download CorelDRAW 2025 full crack deb yozganimizda qidiruv oynasida bir qancha manbalar chiqishi mumkin, bir qancha saytlar. Hammasiga ham kirib yuklab olishning imkoniyati yo'q. Misol uchun mana birinchi chiqqanini yuklab olmoqchi bo'lsam, menda antivirusim ruxsat bermaydi yuklab olishga. Shu sababli bir qancha saytlar orasida sal ishonchli saytni topish qiyin. Sizlarga tavsiya qilaman ushbu saytni. Ushbu saytga kirganingizda yuklab olish havolasi turibdi mana. Yuklab olish havolasini bosishimiz mumkin. Faqat undan avval bizga mana parol ko'rsatilyapti. Parolni kopiya olib qo'yamiz va yuklab olish havolasini bosamiz. Hammasi joyida yuklab olamiz. Mana do'stlar, yuklab olindi. Biroz vaqt ketdi. Yuklab olingandan so'ng bu faylni o'sha ziplangan faylni, siqilgan faylni chiqazib olishimiz kerak. O'sha nusxalab olgan parolni kiritamiz. Mana bizga o'sha kerak bo'lgan fayl kirganimizda bizda birinchi o'sha crack versiyasi uchun kerak bo'lgan maxsus fayl hamda birinchi navbatda har qanday dasturni o'rnatishdan avval instruksiyasini o'qib chiqishimiz kerak. Birinchi yozyapti. Kerak bo'ladigan ключni yozyapti. Mana ustanovka qilayotgan vaqtimizda, o'rnatayotgan vaqtimizda kerak bo'ladigan ключ. Demak, biz birinchi navbatda ключ qilamiz. Har xil versiyada instruksiyalari bor. O'qib chiqishimiz mumkin. Hozir esa biz o'rnatishni boshlaymiz. Mana o'sha bizga kerak bo'lgan qismi, bu joyga biz instruksiyada ko'rsatilgan kodni kiritamiz.
beshinchi uстановкani bosamiz. CorelDRAW'ni o'rnatganingiz uchun rahmat degan sahifaga o'tkazib yubordi. Va biz kirish metodini so'rayapti bizdan. Qanday qilib bizning saytimizda akkaunt ochasizmi yoki Google akkaunt yoki Facebook orqali kirasizmi deb. Buni to'xtatishimiz ham mumkin yoki kirishimiz ham mumkin. Bu narsaga men o'tgan safargi o'rnatish davrida kirgandim va endi hozir sizlarga ko'rsatib berish variantimda kirmaslikni imkonini ko'rib chiqamiz. Bo'ldi, kirmayapti. Bizga o'sha qismdan uyog'iga o'tkazmayapti, o'sha qadamdan keyingisiga. Endi bizda instruksiyani 3-bobida yozyapti. Mana xuddi shu faylni kopiya qilib mana bu papkaga joylashtirishimiz kerak ekan. Biz o'sha papkaga yo'lni ko'rsatamiz. Mana o'sha papkadagi yo'limiz va biz keyin crack fayli joylashgan papkani ham ko'rsatamiz. Mana bizga bu papkadan olib bu papkaga tashlashimiz kerak. Mana bizda bor o'zi shu fayl, faqat bu virusga o'xshagan fayl. Joyini almashtiramiz. Bo'ldi, almashtirdik. Endi bir marta foydalanib ko'ramiz. Mana do'stlar, CorelDRAW dasturimizni 15 kunlik test variantida emas, umumiy ochiq holatda foydalanishimiz mumkin. Xohlagan razmeringizda fayl ochib olasiz. Bu dastur yordamida flayerlar, brend logotiplarini, reklama bannerlarini, bir qancha grafika ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, mana export import variantlari ham ishlayapti. Bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Sizlarga kattakon rahmat e'tibor uchun. Sizlarga foydali video bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariyani yozib qoldiring. Kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Rahmat kattakon.